Akam chaqirdilar, teringizga mashinani tashlab ketdim, payrovka qilishyapti, kelib shunday tablolarni yechib ketib, akkuratnik qilib terdirib olib kelib endi. Ko'rishingiz mumkin, xiralashib qolgan, mamyolari kuyib qolgan. Mamlar mana yaxshi yonmayapti. Kulchatirlarni polni hamma yog'ini hozir yechib olamiz, inshaalloh. Chiroyli qilib terib, cho'tki qilib yana akamga qaytarib yig'ib beramiz. Lekin mana shixorlanib ketgan ekan mana. Narsani oldik. Endi borib terib, yana akamga qaytib olib yig'ib beramiz. Assalomu alaykum. Sanjay, qalaysiz? Salomatmisiz? Charchasiz? Tayyor bo'ldingmi? Bitta olib ko'rsin. Tusklari. Okey. Inshaalloh ideal bo'libdi. Dizayni ham aniq boshqacha dizayn. 3D qort shakli o'zinaklik edi. Ya'ni ko'chib har balo bo'yotdi. Quyoshda sarg'aymaydi, ishaymaydi. 3 yil garantiyali narsa. Mana shuni Skromniy narsa boplabsiz. Ko'pchilik meni o'zim qilaman deb o'ylabdi. Akamni o'zlari olib kelaman. Ko'pchilik taniydi o'zi. Sanjar akam ichidan beri ishlaymiz. Olib kelaman, chiroyli qilib garantiyalar bilan qilib beradi. Bo'y mashina bor, okey? Individualni ham qilib beraman. Dizayn qanaqadir kerak bo'lsa hamma ranglar bor. Bemalol murojaat qilasiz, nomerini qoldirib qo'yaman. Hozir buni olib borib yig'ib qo'yamiz. Uni ham ko'rasizlar. Mashina payrovkadan chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Tablolarni olib keldik. Endi boplab berdim. O'zim mashinamga ham mashina qilib berasizmi? Soatlari ham sinib yotdi, chetlari. Buni yangi qildik. Ko'rishingiz mumkin, bu ham ideal bo'ldi, xolis. Ko'rishingiz mumkin, bu ham akkuratlik bo'ldi. Akam afishga ham yaxshi yopilmayapti dedilar, ko'rishingiz mumkin. O'zining klipsalari yaxshi bo'lsa-ga, keyin klip topganmiz, shuni qo'yib yuboramiz. Xudo xolisa mashinamiz tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Tablolar ideal bo'ldi. Pechki kulchatirlar ham cho'tki bo'ldi. To'rtta kulchatir, parani digirovkasi, mana qolgan kulchatirlar ham cho'tki bo'ldi. Hozir soat ham ideal bo'ldi. Doposini ko'rishingiz mumkin. Boshida ko'rdinglar, o'zi qonayotdi debsin. Bo'ldi, mashina aka ideal bo'ldi, xudo xolisa. Men sizga hozir Telegramdan video chap qo'yaman. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi aka, hozir bitta ko'rasiz. Klientimiz xursand bo'ladilar. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Borib, narsalarni yechib, olib borib, qildirib, yana olib kelib taqib beramiz inshaalloh. Bemalol murojaat qilasizlar, 24 ga aloqadamiz. Qo'ldan kelgancha ishlarni bitirishga harakat qilamiz.